Xitoyga sayohatni rejalashtiryapsiz va qaysi shahardan boshlashni bilmayapsizmi? Keling, bugun shu haqida gaplashamiz. Qani, ketdik. Xitoy bu shunchaki bitta davlat emas, balki bir nechta dunyo birlashgan mamlakatdek taassurot qoldiradi. Xitoyda turli xil sayohat formatlarini sinab ko'rish mumkin. Haynanda dengiz bo'yidagi dam olish, Guanzhouda gastrotur, Shanxayda esa zamonaviy megapolis hayoti. Shu sababli Xitoy o'ziga ko'pchilikni tortadi. Bir sayohatda go'yo bir nechta davlatga borgan deb bo'lasiz. Bizning maslahatimiz, Xitoyga sayohatdan oldin bu mamlakatdan siz aynan nimani kutayotganingizni aniqlab oling. Keling, Pekindan boshlaymiz. Pekin Xitoyning yuragi bo'lib, bu yerda qadimiy tarix va zamonaviylik birlashadi. Aynan Pekinda Xitoyning ramzi bo'lgan Buyuk Xitoy devori joylashgan. Buyuk Xitoy devori dunyodagi eng mashhur va eng ulkan tarixiy inshootlardan biri. U minglab kilometrga cho'zilgan bo'lib, qadimda Xitoyni dushmanlardan himoya qilish uchun qurilgan. Lekin Pekin faqat tarix emas, bu juda zamonaviy shahar. Bu yerda ulkan biznes markazlari, metro tizimi, shopping mollar va zamonaviy restoranlar juda ko'p. Pekin Xitoydagi sayohatni boshlash uchun eng zo'r tanlovlardan biri. Xi'an Xitoyning eng qadimiy shaharlaridan biri va Buyuk Ipak yo'lining boshlanish nuqtasi. Bu shahar tarixni yaxshi ko'radiganlar uchun haqiqiy topilmadir. Xi'an dunyodagi mashhur terrakota armiyasi bilan tanilgan. Minglab loydan yasalgan askarlar, otlar va jangchilar imperator qabri yonida saqlanadi. Bu joyni ko'rgan odam qadimgi Xitoy imperiyasi qanchalik kuchli bo'lganini his qilishi mumkin. O'zbekistonliklar uchun Xitoyga viza 1 yil oldin bekor qilingan. Shuning uchun bizning turistlar Xitoyda 30 kun ichida bemalol sayohat qilishlari mumkin vizani rasmiylashtirmasdan. Guanzhou Xitoyning eng yirik savdo va biznes markazlaridan biri. Bu shahar juda tez yashaydi. Hamma joyda neon chiroqlar, osmono'par binolar, zamonaviy transport va ulkan shopping markazlari bor. Ko'pchilik Guanzhouga aynan shopping va texnologiyalar uchun keladi. Bu yerda elektronika bozorlari, kiyim-kechak marketlari va zamonaviy gadjetlarni juda arzon topish mumkin. Guanzhou biznes, moda va urbanistikani sevuvchilar uchun juda mos. Haynang Xitoyning eng mashhur tropik oroli va dam olish maskani. Oppoq plyajlar, moviy dengiz, palma daraxtlari va yil davomida iliq ob-havo sabab bu joyni ko'pincha Xitoy Maldivlari deb atashadi. Ayniqsa Sanya shahri turistlar orasida juda mashhur bo'lib ketgan. Bu yerda lakshiy mehmonxonalar, klublar va dengiz bo'yidagi restoranlar juda ko'p. Haynan faqat plyaj emas, bu yerda surfing, diving va suv sportlari ham juda rivojlangan. Hunan tabiat va sarguzashtni sevuvchilar uchun Xitoydagi eng noodatiy hududlardan biri. Bu yerning eng mashhur joyi Chanzadze tog'lari. Ularning shakli juda g'aroyib bo'lgani uchun Avatar film yaratuvchilari aynan shu manzaradan ilhom olishgan. Tog'lar orasidagi tuman, ulkan qoyalar va yashil tabiat bu joyni haqiqiy fantastika filmidek ko'rsatadi. Tabiat bu yerda shunchalar noodatiyyki, o'zingizni boshqa sayyorada yurgandek his qilasiz. Shanxay bu oddiy shahar emas, balki kelajak atmosferasini his qilish mumkin bo'lgan joy. Bu yerga kelganingizda o'zingizni fantastik film ichiga tushib qolgandek his qilasiz. Bu shahar juda tez yashaydi. Metro, texnologiyalar, robotlar, raqamli to'lovlar. Shanxayda kelajak allaqachon boshlangandek tuyuladi. Shu bilan birga shaharda yashirin eski ko'chalar, choyxonalar va an'anaviy bog'lar ham saqlanib qolgan. Shanxay urbanistika, estetika va katta shahar energiyasini sevuvchilar uchun Xitoydagi eng chiroyli joylardan biri. Agar shu atmosferani izlayotgan bo'lsangiz, aynan Shanxaydan sayohatni boshlashni tavsiya etamiz. Agar bu mavzu sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'ling va bundan-da qiziq mavzular haqida gaplashamiz. Ko'rishguncha xayr.